Düşündü arkadaşlar biz bu saatlik derste iki xil image görürüz. Birisi image view, birisi image button. Bugün bu saatlik dersimizde bu ikisini bırak görüyütle. Undaqda image view ile image button ne ma morum bu çıkan resim üçürüp linear light'ın birini koyray. And then bunun image view. And then bunu 600 pix kılay. And then bunu 600 pix kılay. Andaqda bunun 2G'sini resmini qandaq bilamiz degende src arqali bilamiz. Mana bunun resmini men bir tal resme kiray. Oppo degan mau chiroyli qaraqga tegi Vivo degan resmini kiray. Bunun şu driver'ın müşün içige manı mişadan başlap mişek geç kanalı taşısak buldum. Manı taşısak buldum. Manı taşısak buldum. Ben muşunu taşlay. And then bununla Vivo GPG de baskan iken bu resimni ko'rsatmagan bo'lamiz. And then bunu bir yana bunu bir ko'rib baqilay qanday chiqdi. Ondan sonra telefonunu çetip oldum. Endi bu qo'zg'atib ko'rib baqilay. Bu image bilan image botdan ikkisi resim. Birisi cheklalaydi. Her ikkisi hamda cheklalaydi. Lekin her ikkisining o'xshamaydigan yeri ishildigan yeri o'xshamaydi. Birisi resimga, resimning xosliklarini bilamiz. Bu image bilan image botdan ikkisi bir narsa lekin ikkisini ishlatish usuli o'xshaydi, lekin ikkisini ikki soat ishlatamiz. Masalan, rasm chiqadigan yerga ikonga rasm chiqadigan yerga image ishlatamiz. Cheklab bunday rasmlik masalan mana o'z bir image botdan deb qilsak bo'ldi. Image botdan amaliyot mushtaq rasm mushtaq chiqadi, lekin bas cheklalaydi ham kiralaydi, bir ishni qila oladi. Image view deganmi shunda qila oladi, lekin ikkisini almashtirib qo'ymasligini umid qilmayman, chunki ikkisini ba'zi bir yerga kelganchada yana kamchilikligi va ortiqchiligini his qilsizlar. Buni ishiltib berib bilib ketsizlar. Bu image view degan maxsus rasmni chiqarib berdan. Image botdan olsa maxsus rasmni chiqarib ham shuningga oid cheklalaydigan ham shu chekilgan mazmun chiqarib beradigan işte bir ishlar ishlatamiz endi. Undaqda biz uningcha biz bu yerga buni aniqlashning usulini ko'rib o'taylik. Ijro bo'yicha private image view image view deb basgan ekan, and then ev deb o'zgaruvchi ev birday, and then private image view ev2 day.
Ondaqda biz bu yerga buning ID'sini taqib bermedik. Android Android mana shundoq chiqdi. 600 608 ga mushtaq chiqadi ekan. Undaqda biz buning boshqa xaslarini nima ko'rib boqaylik. Masalan, buning yana qanday xaslari bor deganda, buning bir tal Android Scala type deb bir xaslık bo'lgan. Mush xaslıkni bir bunu bir işiltib bakaylı. Bundaqda center deydi. Men mani xeygisini bunun meşpermet kılıp atay ya. Başta ahir çıksın. Birden bunu görüp çıklayım. En bek işiltilen xaslıkıdım muşu imajiyonun. Bu imajı bottonğum işleydi hem de. Scala type diyen muşu bir xaslık. Bu imajiyonun bir alaylı boğan bir xaslık hem de. İşte şıklan pek uzak vakit git vardı bununla. Bundaqda biz birden birde icra qilib kelmay, hemen birle icra qilib ko'raylik bu qanday. Mana bununla bunu SRC'ni man meşpermet qilib, man 600 qilib, man center qilsam, man Scala type degandin xaslıkdan center qilsam bu o'ttirg'a quvvatli buni. Bundaqda yana başqa xaslıklarni ko'rib bakaylı. Mesela bununki center crop degan xaslıkni ko'rib bakaylik. Center crop qilsam ko'rdinglar mana ikki chetdan buni suziblam o'ttirsini chiqarib qo'ydi. Undaqda yana yeni davomliq biz xaslıklarni davomliq bir qo'l ko'rib o'taylik. Endi center installed degan ma'lum xaslıkni ko'rib bakaylik. Buma o'ttirg'a to'g'rilab berdi buni. Biz hech qanday o'ttirg'a eklesh buyrug'i kod yozmadik buning bo'lmasa. Mana o'ttir ek to'g'rilab berdikan. Ondan yana mana fit center degan dal o'ttirga eklab to'g'rilab berdi. To'shqizib ekran to'shqizib o'ttirga kirib to'g'rilab berdi deyman. Gelmini o'ttirga bütün chiqirib buni o'ttirga kirib to'g'rilab beribdi. Ondaqda biz maaşkisini o'rnalashtirib etsak-chi, man meşpermet qilib, man 600 qilib, 600 px qilib ko'p baqilay.
Bunuma müştaq otur ekip to'g'irlab badi degan gap. Undaqda biz endi davomliq ko'p vaqtli type fit init deydi. Biz mana ikkisini xosligini mana tushirib mana mundaq qilib mundaq ko'rlar mundaq ko'rsak texim aniq bilib olasizlar. Bu hozir yozganimiz endi eng ostiga tushirib turdi. To'liq to'ldirib olat ostiga. Ostiga tushirib berdi bu image view'ni. Andaqda yana fit xy deydi. Biz mana fit strat deydi. Bu töpsü to'g'irlab biramdi, işte qaraq bir xasligi. Buni bir ko'rib boqli. Şarbici. Hem çıkmadı da bu. Hem çıktı. Mana töpsüge ekip dignimde töpsüge ekip to'xtatib berdi buni. Andaqda biz yana davomliq xy deydi. Biz shuni ko'rib atqili, yana bir ta xaslini ko'rib atsak, buni xaslari Changyong Shushanlari asos qilgan xaslari tufaydi. Endi buni Java'da resim to'g'irlash mayadagi xaslini Java'da ishlab keldi. Java'da resim to'g'irlash degandek xaslarni ishlatib boqadi. Andaqda buni xy'ni to'shqizib butun qutini chiqarib etdi buni biz mayaga. Mana egizlikni to'shqich qilib kenglikni 600 deb qilgan. Andaqda biz bir xasligi matrish degan maqasini ko'p baqili. Andaqda buma eng töpsüge ekip to'g'irlab berdi. Biz bu xaslikni endi ishlatmay biz mana biz xaslikni bir qator ko'rib bo'ldik. Endi mana grafiti'sini center qilib etib buningga yana bir tal image qo'yib andin mananga image ev1 deb qo'yay, andin mananga id'siga ev2 deb qo'yay. Andaqda mayaga image botdan birini qo'yaylik. Image botdan dema shu xaslarning hammani ko'rsatgan xaslarning hammani ishlatib olasizlar juma. Bunima
komponent wrap komponent qilay. Ma'luma endi shundoq bo'lsin. Ondan buni ko'chirib yeni birini quray. Ondan buningga Android ID'siga EB deb qo'yay. Undaqda Android ID'si buningga EB2 bo'lg'ay. Undaqda biz ayrim rasmga kirib ko'rli. Undaqda biz birinchi step ma'nodan bundan biz ma ölçünü ekirip körpaklı. Hazır to'rtta resim bo'ldi. To'rtta image bo'ldi. Mananga endi mana image tanishaylik. Buningga Android SRC deb bir xillik bor buningga. Image o'xshash. Image botdan. Buningga Xiaomi deb Xiaomi image'in birli. Undaqda mananga maning bilan man elbette maning ekan. Bir tal image bilan bir tal image bottonga Java'dan birli xillikni. Buniki yeni bir xillikni ko'rsatib qo'yay. Mana buni ko'rib oldinglar. Buningdan bu xillik mana. Mush xillik avayam ko'rgan xilliklarimiz mushu. Mushni image bottondan ishlatalaysizlar. Undaqda biz menga ikkital image'ni aniqlab olgan, hamda ikkital image bottondan aniqlab oldik. And then private image button EB2. Undaqda biz buni visually find you buni avval image you deb and then find you by ID ID diyor. Bununki EV1 and then mana küçürüp manimizden özgertip taşlayayım. Andaqda yine bunu küçürüp image view'ni aniqlashni ko'rsatib qo'yay. EV1 tang image view image button deb aniqlaymiz buni. Image button degandan keyin and then find you by ID diyor ID diyor EB shundoq aniqlaymiz buni. Başqa konjelerga hujjatlarning hammasi mundaq aniqlanadi Java'da aniqlangan chog'da. Undaqda biz maningga biz qonunga to'g'rilmagan image 2 to'g'rilmabdi. Image 2 EV 2 degan deb besib qilsak buning nurg'ulg'an xaslıklar çıkıdı. Bununki bu taktik pek düşüp gitmekler bu pek işletmemiz onu. Müşahedin bunu oyam gördük scan type deydi. Bunuma şimdi yemide Java'da işletip gösterler buldu. Bu get scan type'ge set scan type dep bunu tanışıgan diken set dep besip bunu set
image bitmap deydi. Bunu öğrenmemiz mao tordan yükleydiğin ekan. Bunu image loader'dan öğrengen çağda mani mao şu Zwian'dan yükleydi bunu. E, Set image resource deydi. Bunu RDR resimni o'rni ne olsa şunu ko'rsatsak resimni Java'dan tanışgan bo'lamiz. Hatta biz Oppo''niki resimini ko'rsatib beraylik. Andin yana bununla bunu davomliq ko'rib boqaylik. Andin mayada mash videos deydi. Bu x kengligini set manchlik cheklab qo'ygan bo'ldi bunimi. Buni shu XML'dimi mash videos mash xeygiz deb bassanglar bunu chiqara olasizlar. Bunu XML'dan xoslik o andin ma erishish degan xosliklarga andin scale set scale type deydi. Ani qilsanglar bunima o'xshash bunima o'xshash tanishigil bo'ldi. Mana scale type müşahede nimede XML'de koygan center crop center inset fit center fit fit strat fit xy fit matrix hep hepsi müşahedim ba müşahedim tanısanlar buldu. Bunu bir kata körüp aldыңlar. Andakta biz bu image bot'tanki bu beslish unumi bu odatki aldığın saatki kunupga o'xshaydi. Set 10'lik listener net 10'lik listener orqali set 10'lik listener orqali mana birimiz bunu neo view diğer 10'lik listener de baskan ekan bunu chiqadi bunu chiqqan ekan bunga mındaq baskan ekan bunu mındaq xat chiqsin market bu minus chiqsin andin siz step yazgan ekan andin bu yerga yozmoqchi xatimiz andin to'st deb yozgan ekan vaqtni belgilaymiz andin bu ko'rinsin degan buyruqni berib o'tib andin bu yerga image button deb xat chiqsin image button deb image button 2 deb xat chiqsin andaqda biz yüz bulduk yazdığımızı. Andaqda biz bunu icra qilib ko'rib boqaylik. Hazır bunu orientation'sini tanışmagan ekan, mundaq chiqib qoldi bu. Orientation'sini tanishib o'tlaylik. Orientation'si bu linear light'ning orientation'sini tanishimcha ekan chiqib qoldi. Orientation'si vertikal bo'lsin. Ondan buni ko'rib boqaylik. Ekran patmagan ekan, mana chiqib qoldi. Buni undaqda bunikini hamisinikini 200 dB'den muqim qilib tanishib buni ko'rib boqaylik. Andin yana bir ish qilib qopti bu mau EV scale qilmaniki set neyimiz tanışmayapmiz. Buniki resmini tanışmayapmiz. Resmini image bot'undanmi
yer kasıkları özen okşaydı. Ee, Bunun resmi nima? Şu Javadın degan şekil buldu. Bununla mezunikin birle andakta biz köp baklı. Buna çıktı. Bunu baskan dikken imaj botun işki dedi ama ekran patmay kaptı. Otur toğulu etken oluştu. Bunu söyleküyü selip durup işlesek buldu. Bunu mesela söyleküyünü körsütteymiş nimde. Söyleküyü andın imaj permet kılıp andın bunu malını malum moran alette qanchalik bo'lsa shunchalik chiqsin ha. Andın mayagi men söyleküyüden birini tashlay. Söyleküyü Sorguya meşpermet andın bunun içige muşu muşlarını işte imajlarını taşlaylı sorguyun işiltiş usul muyndaka çık tesiri yok sorguyunun. Buniki müşahit bir haslık olduğundan bunu bunu sorguya mı ya? Bunu kuypakla bu ya. Kandak kirdi biz kandak yazdık bunu. Bunun kirmigen okşamam da. Bununkini bir 60'tin tanışıp görüp bunu imajı bilen sorguyu bir kayıt görmese bu vaqt kısa olgaçqa ben bunda yazsam nemisi doğru kemigen şeydi. Tanışada yeni bir işki haslıkla onu tanıştırmayız tekin 12. Ondaqda ben bunu icra kılıp göreli. Imajı bottunun şunda kılıp sözleri dayama tükep kaldı. Kögünümüzdek bu patmağandık muydak çıktı hem de. Baskandıki imajı basal besildi imajı bottun. İmajı bottun işki dep çıktı. Ondaqda bizning so'zlaydigan dersimiz şunu bilan imajı bottun şunu bilan tugadi. 2 saat ders 1 saat tugatdik. Ondaqda keyinde saat derste checkbox so'zlaymiz. Ondaqda diqqatinglar keng ders bo'lsin.